23 bob. Sora 127 yosh ömür ko'rdi. U Qanonning Kiriat Arba, ya'ni Hebron degan joyda olamdan o'tdi. İbrahim uningga hasrat bilan yig'izor qildi. İbrahim ayolning jasadining yenidan chiqib, xitlarning yeniga kelib, "Men sizlarning oranglarda bir musofir, ayolimni dafn qilish uchun menga bir parcha yasitib bergaysizlar" dedi. Ular İbrahimga, "Janoblari, quloq solsizlar. Bizning nazarimizda sizlar bir kuchlik qabila boshlig'i. Ayollarini eng yaxshi yerliklarimizdan biriga dafn qilg'aylar. Hech qaysimiz sizlardan qabrlik yer oymaymiz" dedi. İbrahim ularga ta'zim qilib, "Agar sizlar ayolimni bu yerga dafn qilishimga rozi bo'lsanglar, Soxarning o'g'li Afrondin Makbela yesidagi o'nkirni menga setib berishni talab qilg'aysizlar. U o'nkir uning itizining chetida. U sizlarning oldinglarda o'nkirning bahosini kesib bersa, u yani setib elib, oilamga qabristonlik qilay deymi" dedi. Boshqa xitlar bilan billa shahar darvozasining oldida o'ltirgan Afron ko'pchilikning oldida, "Janoblari, quloq solg'aylar. Men itizni o'nkir bilan qo'shib sizlarga berdim. Ko'pchilik oldida uni sizlarga sovg'at qildim. Ayollarni u yerga dafn qilg'aylar" deb javob berdi. Lekin İbrahim xitlarning oldida ta'zim qilib, hamma odamga anglatib, Afronga, "So'zimga quloq selib, pul to'lashimni qabul qilg'aysiz. Ayolimni u yerga dafn qilmoqchiman" dedi. Afron javob qaytirib, "Janoblari, u yer aron 400 kumush tangaga arziydi. Sizlar bilan mening o'tiramda bu nima edi? Ayollarini u yerga dafn qilivagaylar" dedi. İbrahim Afronning ko'pchilik oldida aytgani bo'yicha uningga 400 tanga to'lab berdi. Shunda qilib, Afron Mamraning sharqi tarafidagi Makpelah yesidagi u ya'ni İbrahimning egidorchiligiga o'tkazib berdi. U yer etizlikdagi o'nkir va etizlik atrofidagi daraxtlarni o'z ichiga oladi. Shahar darvozasining oldiga to'plangan xitlarning hammasi bu yerning amdi İbrahimga mansub bo'lganligini e'tirof qildi. Shunda qilib, İbrahim ayoli Sorani Qanondagi shu o'nkirga dafn qildi. Xitlarga mansub bo'lgan bu itiz va etizlikdagi o'nkir endi İbrahimning qabristonligi bo'lib, uning xususiy mulkiga aylandi.